ikkinchi partiya to'qlilarimiz endi mana qo'zidan ikki tishga chiqyapti. 85 o'zi ozg'inda hali ham. Bular mana endi ikki tish. Bular ko'rasizlar qanday yirik sog'liq bo'lib ketadi. To'qli qo'ylarimiz agar mana shunday bola bosib, bola elin solib, belgi berib turgan bo'lsa, qo'ylarimizni erta-indin tug'adigan bo'lib, do'stlar ko'rasizlarki, narxlar ancha o'sib, farq qilib ketadi. Mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Lekin siz bu fursatga 4 oy 5 oyda yetib olasiz. O'zi 5 oyda tug'adi bular. 5 oyda tug'adi. Hozir qo'chqor qo'ysangiz ham do'stlar 5 oyda tug'adi. Vaqt esa zing etib o'tib ketadi. To'qli, tusoq qo'ylarimiz. Asror son nechta bularda? Assalomu alaykum. Asrorga yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Soni 12 bosh aka. 12 bosh. Necha partiya bo'ladi? 2 partiya bo'ladi aka. 2 partiya do'stlar bo'ladi. Uyingizga borib, birinchi qoronga sizga o'zingizga, xonadoningizga tug'ib beradi va uzoq yil qo'y qilasiz. Eng yaxshi tarafi bularda o'sha qo'ylaringiz 1 yoshda bo'lgani uchun ertaga misol uchun bularni sotmoqchi bo'lsangiz ham, boshaqmoqchi bo'lsangiz ham hammasi bir tekisda bo'ladi. Bir xil mol, natijali. Xo'p, bir to'qliga o'xshaydi, ha, bosim, ha? To'qli aka. To'qliga o'xshayapti-da, endi dusoqqa chiqadi. Yaxshi, bir ikkitasini bir ushlab ko'rsating qani. Mana shunday junlari sifatli. Do'stlar, bunday qo'ylarimizni ichki organlari ham o'ta kuchli bo'ladi-da. Tishini ko'rsating qani. Mana ikki tishga chiqibdi. Qirg'ligi, oldi, orqa, kenglik, tekislik, mana haqiqatan ham-da, misol-chi. Mana bularni juni o'sib ketmaydi. Shunday. Mana shunday. O'zi mana shunday qishga kelib sal o'sadi, bo'ldi. Mana quloqlarni kengliklari, do'stlar, bu juda yaxshi, juda zo'r. Qani? Bularda asror mana dashtda yurgan o'zi qo'zi tishda ekan, do'stlar. Mana dashtda ekan, mana burunlarini, lablarini girdiga tikan o'rganlari shunday bilinib turibdi. Uni ushladingiz, unda ham bor edi. Ko'pida bor ekanda. Bu mana shu dashtda yurganda mana shunday bo'ladi. Lekin qo'ldan qo'shimcha bersangiz juda. Mana buni ham labi, xuddi mana shunday. Mana shunday. Hali qo'zi tishda. Bularda lablari sal yumshoqroq bo'ladi-da, tikan ursa iz bo'lib qoladi. Endi bunday bo'lmaydi, qotadi endi. Mana shunaqa bo'lib pishadi. Sal yurib ko'rsataylik, haydang qani. Bularda 12 boshdi. Как раз mana ozroq olaman degan dehqonchiliklari chiqib qolgan akalar bor. Necha puldan berasiz bularni? 12 bosh aka, bir joyga 7 milliondan bo'lsa beraman aka. Bir joyda 7 milliondan, ha? Do'stlar, eng past, eng bunayroq nima deydi? Sog'liqlar ham narxi shunday bo'lyapti. Lekin yosh, bosh do'stlar, o'sadigan yaxshi mol do'stlar. Endi 7 degan bilan 7 bermaysiz, to'g'rimi? Haydang, chiqaring. O'tib, dastavka qilib, o'tib beramiz aka. Xayrini, barakasini do'stlar, muhimi o'sha pulingizga yaxshi narsani olasiz va yaxshi narsa o'zingizda xonadoningizda bo'ladi va yaxshi narsa nima deydi? Ertaga 10 tasi 20 ta bo'ladigan, ko'payadigan narsa. Mana shularni qarang, yana bitta zo'r ma'lumot aytay obunachilarimizga. Agar qo'chqorini yaxshi qo'chqor qo'yadigan bo'lsa, kelasi yil qo'zilari shuncha bo'ladi. Ha, shunday aka. Ana shu narsa do'stlar. Haydang, kirgizib yuboring. Bo'ldi, ikkinchi partiyani ko'ramiz. Mana ketdik. Ikkinchi partiya to'qlilarimiz, lekin to'qliligini, dusoqligini aytmasam, sog'lig'im deb o'ylab qolasiz. Nima uchun? Do'stlar, chunki ota va ona tarafi genetik tarafdan kuchli va nasldor. Albatta, nasldorning bolasi ham nasldor bo'lib boraveradi. Yaxshi. Bular son nechta asror? Soni 14 bosh aka bular. 14 bosh, birinchi partiyaga 12 bosh. Demak, nechta bo'ladi? 28 ta, 26 ta bo'ladi. Ha, 26 bosh. Yaxshi. Bular demak 2 tish deymiz, ha? Bular 2 tish aka bular. Bosim 2 tishga chiqqan. Qarang, 2 tish bilan to'qlining orasida o'sha qancha farq qilyapti-da. Boyagilar ham shunday to'qlik, shunday 2 tishga to'liq yorib bo'lsin, xuddi mana shunday holatga keladi. Shunday. Mana shunday. Hop, qani ikkitasini ushlab ko'rsatamiz va narxlarini oydinlashtirib ketaveramiz. Mana, aping, mahkam bo'ling. Mahkam bo'ling. Qarang, tortimi zo'r. Tortimi qo'y zo'rda. Qo'zisi ham shunday tug'iladi-da, o'sha izidan iyarib ketaveradi. Ha, shulla bo'lmaydi. Mana qo'zi tishda ekan lekin hali bu. Bu ham endi 2 tishga chiqqan ekan. Haydang qani yuruvlar bilan sekin ko'rsataylik. Shunday qo'zilarni tug'adi, o'sha onasini izidan shunday turib, onasini emib, o'sha yurib ketaveradi. Bular shunday bo'ladi, tortimi yaxshi qo'ydi. Xo'p, bularda asror yaxshi. Hammasi 2 tish deymiz. Qo'zi tishlari ham bor ekan-ku.
lekin sifati zo'r. Qanchadan baholaysiz bularni endi? 8,5 aka bular. 8,5 milliondan. Bularni ham sal yengil qilaylik. Ha, telefondan kelishaveramiz aka. Ha, Qayerda dastavkasi bor? xudo xolasa 8 dan nari berisida bitib qoladi. 8 million 300 dan beraman aka. 8 million 300 dan. beraman, ha. Dastavkalarni qilsangiz shu bilan o'zi 8 taga borib qolar ekan. Shunday. Yaxshi. Soni 14 bosh do'stlar. Bular 2 tishga chiqqan. Bular ulardan ko'ra oyiga ham kattaroq bo'ladi, lekin sifatiga ham birozgina farq qilib turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, xullas undanmi, bundanmi muhimi do'stlar, yaxshi qo'y olasiz. Mana shu o'rtadagini ham bo'ylari o'ta baland ekan, shuni ham ushlang-da. Balandni ushlang. O'ta baland ekan bo'ylari. Ana shu bor-ku, asror yana o'sib ketadi. Yo, mana bu. Qashta, ana shu. Bular bo'ylari hal ancha o'sib ketadi. Mana shularni o'zi hozir ham 85 kelsa kerak mana shular. keladi aka. Ha, keladi. Hali endi mana ko'zidan 2 tishga chiqyapti. 85 o'zi ozg'inda hali ham. Bular mana endi 2 tish. Bular ko'rasizlar qanday yirik sog'liq bo'lib ketadi. O'ta yirik sog'liq bo'ladi. Kuzda o'ziga borib o'zini ko'rsatadi. Bo'ldi, qamayvering. Do'stlar, mana ming marta eshitgandan xohlang uyida kelib, joyida ustida ko'rib, odam yuzi issiq deydi, ishini qilib ketaveradi. Lekin aksariyat qo'ylarimizda ayni paytda o'sha bilasizlar, onlayn ravishda chunki yetkazib beryapmiz. Mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.